Hurmatli mijozlar, bizda yangilik 11 dyumli planshetimiz yetib keldi. HK17 Pro Pad planshetimiz. Ko'rishingiz mumkin, Android 15 ta ishlaydi. 16 ga 1 terabayt. Ko'rishingiz mumkin, batareyasi 10 mAh, kamerasi 13 ga 30 megapiksel. Hozirda sotuvda bor ranglari, qora va silver ranglari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ochib sizlarga obzor qilib beraman. Mana planshetimiz o'ziga yetib keladigan bo'lsa, juda ham ajoyib ishlangan. Mana dizaynlariga bitta baho berib qo'yasizlar, chexollariga. Mana juda ham ajoyib ishlangan. Tepasidan bosib turamiz mana. Bitta baho berib qo'yasizlar planshetimiz o'ziga. Ichidan klaviaturasi chiqadi va mishka va AirPods Pro 2 bo'ladi. Kabel va golubkasi chiqadi. Tagidan shisha laminatsiyasi chiqadi. Oddiy laminatsiya bo'lmaydi, shisha bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Planshetimiz o'ziga yetib keladigan bo'lsa, mana tepasida, pastida ham kolonkalari bor. Juda ham ajoyib ishlangan. Mana chexollariga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana planshetimiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham ajoyib ishlangan. Mana planshetimizni o'ziga bitta baho berib qo'yasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana qotmasdan plavni ishlab beradi. Narxlarga keladigan bo'lsak, xudo xolasa chiroyli narxlarda chiqarib qo'ydik. Soni juda ham kam kelgan. Shoshilib qolinglar.